Assalomu alaykum qo'ychorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, bugun Xudo xolasa biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like bosib, mana shunday qo'ylarni qilib yurgan yora do'stlarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun biz do'stimiz Akmaljonga yangi partiya qo'ylar yetib kelgan ekan. Shuni chiroyli yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon, yaxshi ketib qoldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilarimizga 2 dona urg'ochini yaxshidan kelib qoldi Murodjon. Aha. Bir qator ko'rsataveramiz, ma'lumotlarni sekin beraveramiz. Ma'lumotlarni sekin beramiz, ha? Hurmatli obunachilar, mana birinchi partiyamizga 2 dona urg'och ekan. Xo'p, Akmaljon bugun necha partiya qo'chqar beramiz? 3 partiya ma'noli qo'ylarimiz bor. Shuni sekin yoritib beramiz obunachilarimizga. Qanaqa qo'ylar chiqadi, xudo xolasa? Undan keyin qo'chqarlar bor Murodjon. Undan keyin pul yengil qo'chqarlar bor. Pul yengil qo'chqarlar bor. Hozir birinchi partiyamizga 2 ta mana bunaqa urg'ochlar ekan. Bular nima deymiz, Akmaljon? Edilboy deymizmi bularni? Edilboy sortdan. Ha, Edilboy ekan, hurmatli obunachilar, mana ko'rasizlar. Lekin et boshlari yaxshi ekan. Badallari yaxshi, yemini yeb turgan hozir. Yemini yeb turgan ekan, hurmatli obunachilar. Shunday sekin buni ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun oxirigacha ko'p turasizlar, xudo xolasa. 3 partiya atrofida qo'y chiqar ekan. Birinchi partiyamizga 2 dona mana bundaqa urg'och qo'ylar ekan. Xo'p, bundan keyin qo'shqorlar chiqar ekan. Go'shtga, naslga, qiziqqonlarga oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Oxirida qo'chqorlarni ham yoritib beramiz chiroyli qilib. Xo'p, Akmaljon, bu qo'ylar xudo xolasa yeb ishlari sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tdi, muammosi yo'q. Shunisi badani ham bo'lmaydi, badani ham yaxshi, yemini yeb turgan hozir. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinab olishaveradi. Yeyishdan umuman gram muammosi yo'q. Bir hafta xotirjam yedirib ichaverib ekansiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, Akmaljon, bularni bugun bunday qilamiz. Bugun qisqa video qilishga harakat qilamiz va o'sha bo'ybasini ham o'lchab, tishlarini ko'rsatib beramiz, ilojisi bo'lsa. Buni yosh oylar qanaqa bo'lardi endi? Bunisi 6 tish Murodjon. Bunisi 6 tish. Ha, narisi 4 tish, 2 yosh. Xo'p, bunisi 4 tish ekan, hurmatli obunachilar. Bunisi 6 tish ekan. Xo'p, Akmaljon, buni bo'g'ozlarini nima deymiz, Akmaljon? Bizga Murodjon buni dehqon akamiz bo'g'ozga berishdi. Ha. Bo'g'ozga berishdi, endi buni mashinasiga olishaveradi. Biz bo'g'ozga beramiz, 50. Ha, 50. 50 olishaveradi. Hurmatli obunachilar, bo'g'ozga berishdi, biz mashinasida deb sotamiz buni. to'g'ri. Xo'p, obunachilar, buni bo'g'ozga berishgan ekan, lekin buni bo'g'ozga bermas ekanlar. Mana shu narsa. Hozir olishaveradi, yaxshi qo'chqorlar. Qo'chqorlaring bo'lsa, sinab olishaveradi. qo'chqorlarni qo'shib o'zlaring sinab olar ekansizlar, hurmatli obunachilar. Akmaljon, buni bittasini ushlang yo'qsa, buni bo'ybasini o'lchaylik, keyingi partiyalarga narxiga o'tiraveramiz. Buni tishini bir ko'rsatib qo'yasiz. Yoshini ko'rsatib bering. Mana obunachilar, 4 tish. Akmaljon, shunday ushlab turasiz. Hozir buni metrda olib kelaman, shu metrlab ham ketamiz. Mana hurmatli obunachilar, yerdan mana chiqqaniga pul so'ragansiz, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, bu ikkinchi qo'yimiz. Mana bo'lgan. Chiqqaniga pul so'rasa. Akmaljon, bo'y ko'rindi, endi tushirib berasiz. Mana 4 tishda shunday ushlab turing. 4 tish endi o'tyapti. Mana etivoshi, badallari mana. Xo'p, qo'ylarni maqtamadik, hurmatli obunachilar. Qo'ydi bori shu. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa ochib ko'rasiz. Akmaljon, buni qiziq joyiga o'tamiz endi. Qiziq joyi buni narxida. Bir joyga olishadi, necha puldan beramiz? Necha puldan beramiz, Akmaljon? Gap kerak, Murodjon, 7 million so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib beramiz. 7 million so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib o'zlari olib berar ekanlar. Xo'p, xudo xolasa qo'ylarni yoqdi. Jo'natib bor degan odamga yana xayr sunnat bo'lib bergan joyi bormi? Chiroyli qilib beramiz. Realni oldimda telefon qilsa, xudo xolasa ishlari bitadi. Telefon qilishsa. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa ochib ko'rakansizlar, xudo xolasa. Telefon qilgan odamni ishi bitadi, xudo xolasa. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar, shoshilib realni olaman degan aka-ukalarga, mana haqiqiy o'tib berdim, joy topar ekan, chiroyli o'tib berishar ekan. Xo'p, keyingi partiyaga o'tamiz, Akmaljon? Partiyaga o'tamiz. Bizda keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi partiyaga mana qo'chqorlar ekan. Qo'chqorlar, Akmaljon, xudo xolasa yosh bular, hammasi. Ha, qo'zi hali tushirmagan. Hali tushirmagan qo'zichoq. 10 oylik qo'zilar hali. 10 oylik. 10 oylik, ha. 10 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar ekan, hurmatli obunachilar. Yungilari olib qo'yilgan, unaqa bir qarib tushungan ichida emas. Mana haqiqatan ham Ko'zlari ko'p turgan narsa, dangillab turgan. Unaqa solib qo'ydi, bachka narsa yo'q.
Hamma yo'g'i kelishgan ekan, ha? Kelishgan. Dumba razrizlar. Razriz, tik dumba, hammasi. Qo'yda aybi nuqsoni yo'q. Aybi Nuqsoni yo'q qo'yda xullas. Xo'p, aybi nuqsoni yo'q. Et boshlari yaxshi. Oyoqlari yetib berasa, oyoqlari stakan tuyog'iga. Mana. Oyoqlari hammasi stakan tuyoq. O'sha sariq arashamparo deyshadimi? O'sha arashamparada qo'chqorlar ekan mana. Hurmatli obunachilar, quloq boshlari hammasiniki ham but-butun ekan, Akmaljon. Ozgina yeni bor ekan. Mana bitta-bittasini ozgina yeni bor ekan mana. Yerdagi narsalardan terib yuribdi. Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan kelgan Akmaljon. Qo'chqorlari bor, Bishkek qo'chqorlar, hurmatli obunachilar. O'tgan safar chiqarganlarimizda sheriklari bu ham, Murodjon. Bular sheriklar. Atashadi. Gullarni mana optashaptilar, mana. Yung yo'q mana. Mana qo'ydi bori ko'rinib, mana ko'rinaveradi. Xo'p, 10 oylik atrofida dedingiz, Akmaljon. Buni bo'ybastlarni ham biz o'lchab ko'rsatamiz hozir. Lekin buni yeb ichsa muammosi yo'q. Yeb ichsa gram ham muammosi yo'q. Umuman bir hafta sinov olishaveradi yana. Bir hafta muammosi yo'q. bir hafta bemalol sinov o'tkazsizlar. Yerda baylada teri yo'q. Xohlasa o'sha dastavkalar vodiy bo'lib Toshkentgacha yetkazib olib berasiz o'zingiz. Akmaljon bittasini ushlaysiz endi buni bo'ybastini o'lchaman. Ha, shular qo'lga kirganini shular. Men sizga metr olib kelaman. Mana hurmatli obunachilar, mana sizga metr. Standart o'zi qo'yiladi. Bittasi hammasi o'zi bir xil o'zi mana. Yerdan balandligi Chiqariladi mana. Hammasi bir xil. Hurmatli obunachilar, bo'ybastini sizlarga o'lchab berdik. Et boshlari yaxshi ekan, yeb ichsa muammosi yo'q, bir hafta sinov o'tkazsizlar bemalol. Video qilib beraveramiz bo'ybastlarni. So'raganlarga takror video qilib berasiz. So'raganlar 80 ga olishaveradi, qo'ylar 80 ga kichkina emas. 80 ga olaragansiz, lekin 80 dan haqiqatan ko'rlanib kichkinamiz. Hammasini bo'ybasti bir xil. Tayyor, yem yeb turishaveradi. Ozgina yem yeb turadi o'zi. Yuzlariga e'tibor berasizlar. E'tibor berasizlar, mana qarang. Shalpon quloqlardan haqiqatan. Mana. Yuzlari tiniq mana. Obunachilar. Mana. Hammasini quloqlari shalpon quloq mana. Obunachilar. Mana karbonat e'tibor beraman mana. Yuzlari tiniq mana. Zot yo'nalishda boqadiganlari ham bor deb. Zotga, bushga, bush yo'nalishiga sizlarga tavsiya qilamiz obunachilar. Xo'p, Akmaljon, endi buni qiziq joyiga o'tiramiz, buni narxiga o'tiramiz, Akmaljon. Buni bir joyga olsin, to'talasini 5 million 600 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib yuborib beramiz. 5 million 600 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib o'zlari olib borib berganlar. Akmaljon, Alloh xolasa telefon qilishadi. Xayr sunnatiga yana o'tib beradigan joyi bormi? Joyi bor, ozmoz o'tib beramiz. O'tib berasiz? Olisda boqsa baraka topishadi qo'ylardan. Yemni berishadi, ketadi bundan mana. Yunglar olib qo'yilgan. Masalan, badallari ko'chib qolgan o'zi. Akmaljon, tanlab olsa qanday bo'ladi? Tanlab olsa kelishamiz, plyus-minus kelishamiz. Tanlab olishga, Alloh xolasa kelishadigan joy bor ekan. Odam ish bitadi, Alloh xolasa. Men olaman degan odam ish bitadi, Alloh xolasa. Obunachilar bemalol telefon qo'yasizlar, Alloh xolasa. Olaman degan odam telefon qilsa ishlar bitadi, Alloh xolasa. Mana shunda metkalar Telegramda tashishadi, ishlar bitiraman, Alloh xolasa. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qo'yarkansizlar, Xudo xolasa telefon qilgan odamni ishlarini bitirib berganlar. Akmaljon, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga o'tiramiz. Bizda endi keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga mana bunaqa chiroyli qo'chqorlar ekan. Oxirigacha ko'p turasizlar. Buni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Akmaljon, buni oldinga chiqqan qo'chqorlardan hech qanaqa farqi ham yo'q ekan. Ashladi, jo'ralari, bitta oila ular bilan. Bitta partiyada kelgan. Bitta oila. Bitta partiya. Bir cho'ponda qo'y ekan, hurmatli obunachilar, mana. To'rdan ajab qo'ydim. Bularni puli yengil bo'ladi ular qaraganda, ozroq. Buniki yengilroq bo'ladi, ha? Yengilroq bo'ladi bular. Buniki yengilroq so'raganlarga, hurmatli obunachilar, yengilroq variant ekan. Buni ham chiroyli qilib yoritib beramiz, oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, buni ham yosh oylari o'sha siz aytgandek 10-11 oylik atrofida. Biz bu asal ajab qo'yganmiz, sal og'irroq ularga qaraganda. Ha, aybi og'ir. Aybi sal og'irroq. Aybi ozgina og'irroq, hurmatli obunachilar. Boshqa aybi yo'q qo'ydi. Aybi ichida umuman aybi nuqsoni yo'q. Bir hafta yana sinab olishaveradi. Bir hafta xotirjam yedirib, ichirib turib, o'ynab turib qo'ylar. Aybi nuqsoni umuman yo'q. Aybi sal og'irroq. Ozgina og'irroq. Orqa boshlari aytib berasizlar, orqalari ham haqiqiy mana tikdumba mana. Boqishib ketadi ular. Haqiqiy boqadigan ekan. Endi berib turishsa, Akmaljon, olishadi o'zlari. buni bo'ybastlarni nechiga beramiz, Akmaljon? Bularni ham 80 ga olishaveradi, Murodjon. 80 ga olishadi. 80. 80 ga kichkina emas qo'ylar. Mana 10 oylik atrofida bular ham bo'ylari 80 ga olar ekansizlar. O'shalar bilan bir xil ekan mana, hurmatli obunachilar. Xo'p, zot va go'sht yo'nalishiga ketaveradi, hurmatli obunachilar. Tavsiya qilamiz sizlarga. Xo'p, Akmaljon, bizda so'nggi partiya bu, to'g'rimi? Ha, bu so'nggi partiyamiz. Bu so'nggi partiya bo'lsa, Akmaljon, buni videoda ko'p cho'zmaylik, Akmaljon.
Narxiga shunda o'taylik. Buni oldi gap keragi yo'q. 5 million 200 ming so'mdan vodiy bo'la tashkilda yetkazib borib beramiz. 5 million 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan ketaveradi. Hurmatli obunachilar, 5 million 200 ming so'mdan. Boqsin baraka topishadi mana shu qo'ylarda. Haqiqatda olib tashlab qo'yinglar. Baraka topasizlar, xudo xolasa. Rahmatini do'stimga aytasizlar keyin. Hurmatli obunachilar, mana haqiqiy Qirg'iziston beshkent qo'ylari yetib boshladi. Zo'r. Ora-ora. Ay, bozgina ora ekan. Korpuslar o'zlari. Birpachka. Bir qaror junda ichida emas, uyning ichida. Ko'zlari ko'rib o'ynab turgan qo'ylar. O'ynab, oyoq qo'llari haqiqiy zo'r mana. Yurish-turishlariga e'tibor berasizlar. Yurish-turishlari ham hammasi joyida. Yo'q, ayb nuqsoni nima yo'q. Ayb nuqsoni nima yo'q. Qo'ylari 80 ga xotirjam o'ragansizlar. 80 dan oshiq ham chiqsa, mana ko'zlari mana 80 ga o'ragansizlar. Xo'p, xudo xolasa Akmaljon telefon qilishadi, qo'ylaring yo'qdi degan odamga yana o'tib beradigan joyi bormi? Bittadan layt bostimda telefon qilsa, xayr sunnatga o'tib beraman, chiroyli qilib. Shu gapdan boshlashsa, shu gapdan boshlasa, xayr sunnatga chiroyli qilib, telefonga realniy olaman degan odamni ishi bitadi, xudo xolasa. Telefon qilishaveradi. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. 7 telefon qilishaveradi. 27 ish vaqti. Bemalol aloqaga chiqib ko'ragansizlar, xudo xolasa ishlarini bitib berishar ekan. Xo'p, bizda so'nggi partiya bo'lsak, hurmatli obunachilar, ketkizib vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lsin. Akmaljon obunachilarga nima deymiz? Bittadan layt bosib, kommentariyada o'z fikrlarini yozsin, qimmatmi arzonligini. Shunga qarab chiqarib berasiz. Shunga qarab chiqarib beramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.